9 may xotira va qadrlash kuni hamda fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 80 yilligi munosabati bilan respublikamiz bo'ylab turli tadbirlar tashkil etilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan ham qator ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar va davra suhbatlari o'tkazilyapti. Hozir shu haqda. Ana shunday tadbirlardan biri Buxoro viloyatida o'tkazildi. Jumladan, Vatanparvar tashkilotining Buxoro shahar o'quv sport texnika klubi tomonidan tashkil etilgan 3 avlod uchrashuvi tadbirida tashkilotning mehnat faxriylari, qurolli kuchlar faxriylari, Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi vakillari, Ma'naviyat va ma'rifat markazi viloyat bo'limi, harbiy xizmatchilar va shahardagi umumta'lim maktablari o'quvchilari ishtirok etishdi. Tadbir avvalida Vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyati kengashi mutasaddilari tashkilot tarixi hamda bugungi kundagi faoliyati to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tishdi. Tadbirda so'zga chiqqan qurolli kuchlar va mehnat faxriylari yoshlarga o'z hayotlarida bo'lib o'tgan qiziqarli voqealar, mehnat pallasidagi mashaqqatlar va nuroniylik paytida ko'rsatilayotgan hurmat-ehtirom haqida so'zlab berishdi. Inson har qanday holatda yoki mavqeda bo'lishidan qat'iy nazar, u har doim o'z vataniga sidqidildan xizmat qilishi lozimligi ta'kidlandi. 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. Mazkur tadbirdan ko'zlangan maqsad mana bugungi tadbirda o'sha tashkilotda uzoq yillar mehnat qilib, o'zini samarali tajribalarini yoshlar bilan o'rtoqlashish maqsadida bular jalb qildik. Qolaversa, yoshlarimizni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida, shuningdek sportning texnik va amaliy turlariga jalb qilish maqsadida faoliyat yo'nalishlari bilan tanishtirishidir. Men o'ylayman, bugun yoshlarimizda shu kasbga bo'lgan qiziqishlarni uyg'otish uchun o'zimizni tashkiliy o'sha seksiyalarimiz, faoliyatlarimiz bilan batafsil ularga tegishli ko'rsatmalarni berdik. Uchrashuv doirasida harbiy xizmatchilarning qo'l jangi sahnalari ishtirokchilarga ko'tarinkilik bag'ishladi. Uchrashuv davomida tashkilot bilan faol hamkorlik qilib kelayotgan idoralar vakillariga tashakkurnomalar topshirildi. Tadbir doirasida yoshlar uchun Vatanparvar tashkiloti avtomoto transport vositalari haydovchilarini tayyorlash kursi va sport seksiyalarida ekskursiya uyushtirildi. Ular o'rtasida shuningdek, pnevmatik quroldan o'q otish bo'yicha kichik musobaqa ham tashkil etildi.